Qiziq savol. Bir odam Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga keldi. Yig'lab keldi. Ey Allohning rasuli, o'zim ham halok bo'ldim, boshqani ham halok qildim dedi. Hay, nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimning ustiga yiqildim. Unaqa bo'lsa, 60 kun ketma-ket roza tutasan dedilar. Shu rozani deb shunga duchor bo'ldim axir dedi. Bir kunini chidamasdan shu bo'lib qoldi, 60 kunni qanaqa tutaman? Bo'lmasa dedilar, bir qul ozod qilasan. Arabchada raqaba deydi. Bir bo'yinni ozod qilasan. Dedilar, haligi odam o'zini bo'yniga bir urib, mashindan boshqa bo'yin yo'q dedi. Keyin bo'lmasa dedilar, 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. O'zimni yeganimdan